Olisdagi yaqinlarim, musofir jigarlarim, hammalarga assalomu alaykum. Ish topdim. Ishi zo'ri. Oyligi kuniga 4000 rubldan. Undan tashqari 7000 rublgacha abyomligi ham bor. Xohlagan odam bez abyomga ishlaydi, xohlagan odam abyomga ishlaydi. Kompaniya tomonidan sizlarga mutlaqo bepul tarzda yotoq joy, registratsiya, borib kelish, forma, turli mutlaqo bepul tarzda beriladi. Bu yoqdan muammo yo'q. Yoshi ham 18 dan 40 gacha demaymiz. 18 dan 45 gacha demaymiz. 18 dan 50 gacha desak like bosasizlarmi? Unda bemalol like bosib o'ringlar. 18 yoshdan 50 yoshgacha ishi zo'rini topib qo'ydim. Videoga maksimal like bosib, videoga ko'proq komment yozib, videoni musofirda ish qidirib yurgan tanishlarga tezda yuborib qo'yinglar. Rahmat kattakon. Demak biz boshladik. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, трудовой договор, uydimlini, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega, Avaz akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonchli. Xuddin yotoq joylari qanaqa sharoitda degan akalarimizga mana yotoq sharoitini ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar aynan mana shu yotoqxonalarga siz borib joylashishingiz mumkin. Buning uchun tezda ekrandagi nomerga telefon qiling. Yotoq sharoitlari hammasi komfort darajada, jihozlarga va oshxonalarni ham ko'rib turibsizlar. Hamma narsa kirmoshinadan tortib tifalgacha bor. O'tirish joylari, stol-stullar hammasi yangi, bemalol maza qilib ovqatlanishga sharoitlar bor bu yerda. Ovqat qilishga ham hammaga отдельный plitalar bor. Hamma jihoz bor. Endi mana dushini ko'rishingiz mumkin. Dush, hojatxona, hammom hammasi lyuks darajada jihozlangan, maza qilib ishlab dam olganga nima yetsin mana shunaqa joylarda. Demak jigarlar, bu ish qayerda? Ishimiz Rossiyaning Moskovskiy oblast, город Pushkinada joylashgan Ashan skalatiga komplet yoshlar kerak. 18 yoshdan 50 yoshgacha faqat erkaklar hozirgi paytda komplet yoshlar kerak. Opit bo'lish shart emas. Endi ayollarcha Zuhriddin deydiganlarga ayollarga ham ishlarimiz bor. Telegram kanalimiz pastda qoldirilgan. Birinchi kommentariyaga yo bo'lmasam Zuhriddin musofir deb Telegram post yozsanglar chiqadi. Telegram kanaliga o'tib, tepaga qarab chiqib borsanglar, hammaga ish bor. 18 va 70. Shuning uchun ish topolmayotganlar Telegramga obuna bo'linglar. Bu ishimiz manzilni aytib o'tdik. Ashan skalatiga komplet yoshlar kerak bo'ladi. Xo'p, oyligi kuniga 4000 rubl bez abyom. Agar abyomga yetgan bo'lsangiz, пожалуйста, abyomga ham ishlayverasiz. Kuniga 7000 rublgacha ishlab topish mumkin. Oyligi bir oyda bir marta, har hafta 5000 rubldan avans. Aytib o'tganimdek, yotoq sharoitlari mana shu oshxona, dush hammasini ko'rdinglar. Haqiqatan ham sharoit juda ham zo'r, ideal darajada desak ham bo'laveradi. Yotib maza qilib dam olsanglar, shundagina yaxshi ishlaysizlar. Ish joyingiz zo'r, yotoq joyingiz zo'r, bemalol borishni tavsiya beraman. Endi skalatda tezda yordamda komplektatsiya ishlari amalga oshiriladi. Ish albatta o'rgatiladi. Opit bo'lish shart emas. Glanisi shu rus tilida o'zbekcha xabaringiz bo'lishi kerak va Moskva yoki Moskovskiy oblast patent bo'lishi shart. Bez dokument olmaydi. O'zbekistondan kelsa bo'lmaydi, chunki joyimiz atiga 40 dona. Mana shu joyga albatta siz zaynat qilishingiz uchun pastdagi raqamda Telegram ham bor, yo bo'lmasam promodan aloqaga chiqinglar. WhatsApp yaxshi ishlamayapti. Shuning uchun iloji boricha Telegramdan yozamiz, yo bo'lmasam promodan telefon qilib, adreslarni olib, yana bir bor borib ko'rib joylashishingiz mumkin. Xo'p, ish grafiki 6 ga 1, 6 kun ish, 1 kun dam. Yana nima? 12 soat ish, 11 soat ish vaqti 8 dan 8 gacha, 1 soat obed bo'ladi. Ishga chiqqan kuningizga oylik yoziladi. 30 kun o'sha 1 oy ishlaysiz, oylik olasiz. Yo bo'lmasam har hafta 5000 rubldan avansini olasizlar. Mana shunaqa ish jarayonlari. Xullas, kimga shu ishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarga hoziroq bog'langlar va o'zingizlar uchun ajratilgan joylarni tezda band qilinglar. Chunki joylar soni cheklangan, bunaqa ish har doim ham chiqavermaydi. Kanalga obuna bo'lib, bizni kuzatib tursanglar, inshaalloh bundan-da zo'r ishlarni biz chiqarishda davom etamiz. Kimga yana nima ma'lumot kerak bo'lgan bo'lsa, srochni pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing va o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, dokument albatta qilib olinglar.